Bowam eytqan hekmetler. Dehqanning zerek oghli. Avazda Quncham Rozi. Burunning burnusida bir zalim boy o'tganken. Boy dehqonlarni qatın-qat qarzga bo'g'ib etib, o'z ko'nglida nimani xalsa shuni qildirdikan. Bir kuni boy qarzi ko'proq bir dehqonni chaqirib, "Men sana bir qo'y berman. Qo'yning og'irligi 100 kilo. 100 kun boqsan. 100 kilo yem bersin. Qaytirib olg'ichi qo'yning og'irligi 100 kilodan oshmasligi kerak. Bu shart o'rinlansa, qarzing bekor qilinib, mukofotga ega bo'lsan. Agar shart o'rinlanmasa, qarzing ko'paytirilib, jazoga tortilsan," debdi. Buni anglagan dehqon uyga g'amkin qaytibdi. Dehqonning bolalari otasining g'amkin qaytib kelganligini ko'rib, nemish bo'lganligini so'rabdi. Dehqon boyning shartini xotin bolalarga tafsiliy so'zlab beribdi. Dehqonning zerek bir o'g'li bo'lib, u ishning chorasi oson deb otasining g'amini yenikilibdi. Dehqon shart bo'yicha boyning uyidan qo'yni ilib kelibdi. Boyning ikki odami har kuni kelib 1 kilo yemni qo'yga qarab turib, yedirib qaytib ketdi ekan. Dehqonning o'g'li jangalga berib, bo'ra kuchkini tutib kelib, boyning odamlari ketgandan keyin qo'yning yeniga bog'lab qo'ydi ekan. Shuning bilan qo'y kunda yem yesimi, bo'ri kuchkidan qo'rqib samirmaydi ekan. 100 kun to'shqan kuni boy qo'yni sharti bo'yicha tarazlab topshiribdi. Qo'y 1 kilo ortiq yoki 1 kilo kam chiqmabdi. Shuning bilan dehqon boy bilan qilishgan shart bo'yicha qarzdan xalos bo'lib, mukofotga erishib, turmushini bayashat o'tkazibdi. Hekmet. Zalimning zolimligiga aqlning ziyodligi malham bo'lur.